Allah razı olsun. Mana shu darvozamizga mablag' bergan ukamizdan, mana xizmat qilgan ukalarimizdan rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. 26-yil 26-mart Jizzax viloyati Ardasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bir xonada Marg'iloni jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, shu masjidimizni mana bu yon tomoniga darvoza o'rnatgan edik. Mana bugungi nasib qilibdi. Darvozani o'rnatish. Hormat Sherzod. Charchamadingmi? Bayramlar bilan. Mana Sherzod ukamiz peshindan keyin kelib darvozamizni o'rnatish harakatida. Alloh rozi bo'lsin. Bugün mahallamizda Navro'z bayrami ham nishonlangan ekan. Qiyichuv futbol. Ramazonni qo'yib, mashqlarga qo'yish jarayoni. Ancha baland bo'lib, chiroyli bo'lib ko'rinib qoladi, xudo xolasa. Mana bu ramalari tayyor bo'ldi. Endi bu ramalariga mana bu yerda yashil ranglik profnastil qo'yib olamizda. Keyin shunday ko'tarib, xuddi oddiy eshikka o'xshatib eldirib qo'yamiz, oshiq mashig'iga kiygizib. Chiroyli chiqyapti lekin. Ko'tarib eldirib qo'ysa, oshiq mashig'iga kiygizib, tayyor darvoza. Tunikani ortiqcha joyini kesib tashlayapti. Alhamdulillah. Juda chiroyli chiqdi. Mana. Ilgari Amir Temur zamonidagi darvozalar o'sha baland bo'lib chiqdi-da. Doni Amir Temur darvozasi deydi-ku. O'sha baland bo'lib chiqdi.
Mana shunday qilib 26-mart kuni Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidining yon tomonidagi darvozasi ham qo'yildi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu darvozamizga mablag' bergan ukamizdan, mana xizmat qilgan ukalarimizdan rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bir ukamiz aka iftorlik ham qilib beraman $100 ga. Undan ko'ra o'sha $100 mablag'ni berayin, shu yerga bir chiroyli, baland Amir Temur darvozasiga o'xshagan darvoza qo'ying debdi masjidga. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lsin. Mana bitti. Ehson dargohini qabul qilsin.